Assalomu alaykum. Men Zarmin Pratikcha universitet klinikasi kardiologi, tibbiyot fanlari nomzodi Xalik Ixtiyor Bahadirich. Bugun sizlarga stress echokardiografiya haqida ma'lumot beraman. Bu qanday tekshiruv? Stress echokardiografiya yurak faoliyatini jismoniy yuklama orqali ultratovush yordamida tekshiruv usuli. Qachon kerak? Ko'krak qafasida og'riq bo'lganda, nafas qisishi, hansirash, tez charchashga shikoyat bo'lganda, EKG natijasi shubhali chiqqan holatlarda bemorlarda infarkt oldi holatini aniq tashxislash hamda operatsiyadan oldingi yurak faoliyatini baholash va professional sportchilarda yurakning jismoniy yuklamaga chidamligini tekshirish maqsadida o'tkaziladi. Tekshiruv qanday o'tkaziladi? Avval tinch holatda echokardiografiya qilinadi. Keyin bemorga oddiy yurish, tez yurish, yengil yugurish kabi jismoniy yuklamalar berib boriladi. Bu jarayon real vaqtda kuzatib boriladi. Yuklama oxirida qayta echokardiografiya tekshiruvi qilinib, natijalar solishtiriladi va xulosa qilinadi. Jarayon og'riqsiz 15-20 daqiqa davom etadi. Siz stress echokardiografiya tekshiruvidan Zarmin Pratikcha universitet klinikamizda o'tishingiz mumkin. Bu uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling.